Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim, aziz mehmonlar. Bugun sizlarga ekilgan barglarimni natijalarini ko'rsatib o'tmoqchiman. Agar esingizda bo'lsa, ekkan barglarimni mana shu holatda hammasini konteynerga, teplичкаga qo'yib qo'ygandim. Mana kunduzi lampalarni o'chirib qo'yibman, sababi yorug'lik yaxshi tushib turibdi bu stelajga. Mana bunga juda tushmaganligi uchun bunda bug'lar kam, e'tibor bersangiz. Mana shunda, keyin bunisida bunda juda yaxshi. Chunki mana shularga aynan juda zo'r nur tushadi, yorug'lik nuri. Keyin bu yoqda chekkada biroz mana bug'lari. Lampa tushib turadi, lekin yorug'lik nuri uncha tushmaydigan barglarimizni ochib ko'ramiz. o'n 7-fevralda ekilgan. Mana ba'zi birlarini tuprog'ida namligi kamayibdi. Mana shunday. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana ildizlari. Mana ildizi. Mana yana ildizi. Pastki tomondan ham chiqib boshlabdi. Mana endi bir oy bo'lib turib rosa ildizini to'ldirib olgandan keyin detka berishni boshlaydi. Buni qarang. Mana ildizlari. Lekin o'sha nam holatda ekilgan tuproq bilan teplичкада turibdi, hech qanaqa oziqa berganim yo'q. Endi bunisini ko'ramiz. Piostrilarni ildizlashi, detka berishi sal qiyinroq, lekin mana bu piostrimiz ham mana ildizlarga e'tibor bersangiz, pastidan chiqqan, mana yuqoriga ham chiqib ketibdi. Atrofini mana o'rab olgan. Mana ildizlari. Sog'lom barglar, keyin mana bunaqa piostri barglarga ehtiyot bo'lish kerak. Yashilligi bo'lgan qisminigina yashili ko'proq ham bo'lish kerak. O'sha vaqtda bargni eksa bo'ladi. Oq rangli, sariq rangli piostrilarni ekkaningizda ular baribir detka bermaydi. Ularni suvda ildizlatib keyin ekish mumkin. E'tibor bering, mana stakanda kam miqdorda tuproq solingan. Tuproqning namligi ham shu bir oydan beri o'ziga bemalol yetib turibdi. Mana buni ildizi yuqoriga o'sib boshlabdi. Buni ham hech qanaqa yomon joyi yo'q. Ba'zi hollarda mana shunaqa holat ham kuzatiladi. Endi bunisini ko'ramiz. Bunda ham yaxshi hammasi ildizlarni ko'rsatib boshlagan. Barchasida ildiz yaxshi. Mana qaysini oladigan bo'lsangiz ham ildiz yaxshi ko'rina boshlabdi. Bunisida minilar. Minilarimiz detka berishni
yaxshi ko'radi, rosa ko'p detka beradi bular. Mana buni tuprog'i qurib ham qolgan, mana buni ham. Sim Magic Bells ildizlari. Ildizlab boshlabdi bu ham. Bu juda mittivoy mikro mini. Buni ildizlari endi mana joylashibdi, lekin hali bu yoqlarda endi mana ko'rinibdi bu yoqda. Pastdan hali chiqqani yo'q. Bu ikkalasini qurib qopti tuprog'i. E'tibor bering, ba'zi birlarini tuprog'i yaxshi nam holatda, ba'zilariniki qurib qolgan. O'shanga ehtiyot bo'lib, shpressdami yo mana shunday ruchnoy nimadadir sekin sug'orib olishimiz kerak. Tuprog'i nami yetmasa, ularni ildizlashga kuch ham yetmaydi. Boshqalarning namligi yaxshi. Молочный реки. Buni bitta tomonni ko'rsatmoqchiman sizga. Hali bir oy bo'lmay detka beribdi mana. Mana. Juda chiroyli detka beribdi. Mana shunday holat ham kuzatiladi. Ba'zi bir fiyalka barglari 3-4 oy, 5 oy kuttiradi. Ba'zi bir fiyalkalar esa 1 oyga qolmay detka beradi. Bu sortiga bog'liq. Shu bilan birgalikda barglarni qanday holatda ekishingizga, chuqur ekmasligingiz kerak, yuzaro ekishingiz kerak va kam tuproqqa ekishingiz kerak. Ana endi bularni yana yopib qo'yaman. Endi ildizi yana ham ko'payib, o'sib olib, detkalarni ko'rsatib boshlaydi keyingi oydan boshlab. Detka ko'rsatgandan keyin sekinlik bilan bularni ochiqqa o'rgataman. Ochiqqa o'rgatishda mana bu qopqog'ini biroz mana bunday qiya qilib qo'yaman. Sekinlik bilan o'sha qiyani mana shunday kattaroq qilib keyin mana shunday holatda qo'yaman va keyin olib tashlayman. Birdaniga qopqog'ini olib tashlasangiz, bular stressga tushib qoladi. Chunki bular bir xil muhitda teplичкада o'syapti. Aziz obunachilarim, barglarni o'stirish, qanday qilib chiritmasdan saqlash, bu sizni suv berish me'yoringizga bog'liq. Suvni me'yordan ortiq berib qo'yadigan bo'lsangiz, fiyalkalar chirib qoladi. Lekin ko'rib turganingizdek, suvsiz qolgan fiyalka barglari bemalol turibdi. Ularga ham qanday suv berganimni ko'rdingiz. Mana videomiz mana shulardan iborat edi. Bargni o'stirish ham oddiy. Endi sizlarga detkali barglarimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana detkalagan barglarim, bular ham lampa tagida turibdi. Lekin kunduzi ancha vaqt lampasi turadi. Bularning hammasi matda, ochiq holatda mana. Deyarli asosiy barglarimni men 3 qismini mana kesib tashlaganman. Detkalarim kattarishi uchun. Mana detkalab yotibdi. Mana minilar ham bor bu yoqda. Minilar rosa detka ko'rsatadi. Mana minilar. Buni bargi, ona bargi o'lib qolgan, lekin shuncha detka berishga ulgurgan.
Bu yoqda ham bitta ona barg nobud bo'libdi. Timarim ichigan ekan. Mana endi shunday holat, lekin bu yoqda tetkalari kattarib olgan. Bularni olib tashlayman, lekin buni tetkaga hech qanday zarari yo'q. Ba'zi bir pyostrilarni tetkalarida birdan nimasi ko'rinmaydi. Pyostriligi ko'rinmaydi. Keyinchalik pyostrilik ko'rinib, chiroyli bo'lib oladi. Mana barchasi. Mana shu holatda. Bularga Gomilux bersangiz bo'ladi. Chunki detkalari ko'ringandan keyin, sal o'ziga kelib, chiroyli boshlagandan keyin bemalol mana shunaqa kichkina holatdan bersangiz bo'ladi. Past dozali qilib tayyorlanishi kerak faqat. Aziz obunachilarim, videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kanalimda mehmon bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang. Kerakli videolardan foydalanib, detkalaringizni, fiyalkalarni chiroyli qilib o'stirishni Alloh nasib etsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling azizlarim.